O'zbekistonda bunaqa konditsioner hali bunaqa narxda bo'lmagan. Nimaga aynan bu boshqacha konditsionerligini hozir video davomida ko'rsatib o'taman. Bismillah. Aynan shu noyob konditsionerimiz nimasi bilan ajralib turadi? Mana shunaqa yon tomonida alohida GEPA filtr qo'yiladigan joylari bor. Bu ko'chadagi havoni olib, xonaga toza ionizator kislorod havosini yetkazib beradi. Ichidagi radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Golden Fin hisoblanadi. Bu o'sha zanglashga, korroziyaga qarshi. Bu eng navorot modelimizda displeylari mana shunaqa joyda joylashgan, juda chiroyli qilib ishlangan. O'zini ham ko'rishingiz mumkin. Wi-Fi ga ulanadi. R32 freonda ishlaydi. Motorini ham ko'rishingiz mumkin. Full DC inverter hisoblanadi. Bu elektr energiyani juda kam miqdorda yeydi. Ancha pulinglarni ham tejab qolasizlar. Pultlari ham mana shunaqa ajoyib, baquvvat ko'rinishda. Butun O'zbekiston bo'ylab 3 yil garantiyasi ham bor. Qisqasini qilib aytadigan bo'lsak, aynan shunaqa funksiyali konditsionerlarni yozgi kunlarda $450 dan $500 sotilyotdi. Aynan shu konditsionerni bizning obunachilar uchun $299 dan qilib beramiz. Bu yog'i bahor, yoz yaqin. Shoshilamiz. Aytgandek, telefon raqamlarimizni opisaniyada yozib qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, buyurtma berishingiz mumkin. Shoshilamiz.